Xo'ja Said Amir Kulol. Taxminan 1287-yil Buxoro viloyatidagi Kogon tumanining Sug'or qishlog'ida tug'ilgan. Xo'jagon Naqshbandiya tariqatining atoqli namoyandasi Xo'ja Bahovuddin Naqshbandning piri, Buxoro viloyatidagi 7 pirning 6-chisi. Kulolchilik kasbi bilan kun ko'rgan. Manbalarda to'liq ismi Xo'ja Said Amir Kulol Buxoriy tarzida keltiriladi. Amir Kulol manbalarda bo'yi baland, rangi qoramtir, ko'kraklari keng, qo'llari uzun va qoshlari kamon kabi uzun, fe'lli, o'ta kamtar, e'tiroz va sarkashlik nimaligini bilmaydigan kishi sifatida ta'riflanadi. Nasabi bo'yicha Saidlardan, ya'ni uning ajdodlari Muhammad payg'ambarga borib taqaladi. Piri Boboy Samosi tariqatga kirganga qadar taniqli kurashchi bo'lgan. Boboy Samosi yosh Bahovuddin Naqshband tarbiyasini Amir Kulolga topshiradi. Bobo Samosi vafotidan keyin Xo'jagon tariqatiga rahnamolik Amir Kulolga o'tadi. Tasavvuf tarixi manbalarida qayd etilishicha, Xo'ja Bahovuddin Naqshband Shamsiddin Kulol, Xo'ja Orif Devgaroniy, Amir Kulolning mashhur xalifalaridan hisoblanadi. Amir Kulol xutfiya, ya'ni ovoz chiqarmay ijro etiladigan hamda jahriya, ya'ni baland ovozda ijro etiladigan zikr usullaridan foydalangan. Ko'proq jahriyadan zikr tarafdori bo'lgan. Amir Kuloldan fors, tojik tilda bitilgan she'rlar meros bo'lib qolgan. Ularning ayrimlari ta'sirchanligi va puxta pishiq ma'no mazmunga egaligi bilan ajralib turadi. Shoir bir baytida Hazor peshki begona az Xudo boshad fido, yak tani begona ki oshno boshad. Ya'ni Xudodan yiroq bo'lgan ming qarindoshdan ko'ra unga oshno bo'lgan bir begonaga fido bo'l deydi. Amir Kulol 1370-yili Sug'or qishlog'ida vafot etgan. O'z qishlog'idagi qabristonda dafn etilgan. Mustaqillik yillarida qabr ustida maqbara qurildi. Qabr atrofi yodgorlik majmuasiga aylantirildi. Bu majmuada maqbara, bog', jome masjidi bor. Bu yer viloyatdagi hamisha mahalliy va xorijiy ziyoratchilar gavjum muqaddas ziyoratgohlardan biriga aylangan.